Tinch yashasangiz yashang, bo'lmasa ko'chaga chiqarib yuboraman sizni. Tushunmadim. Kimni ko'chaga chiqaraman deyapsizlar? Oyijon, yaxshimisiz? Oyizi kim bo'ladi? Menga qara. O'zi yaqinda kelding. Yaqinda kelib xo'jayinchilik kim qo'yibdi senga? Ha? Onangga gap qaytarmagan. O'zingizni bosing. Erjon. Meni pulimga yashab odam bo'lib qoldingizmi hali? Men sovg'a qilgan mashinani minib, endi o'zimga baqirib qoldingizmi? Ha? Xo'p, men biror bir gap gapirganim yo'q, lekin bu meni onam. Onam hurmat qilgin sal bo'lsa ham. Men sizni xohlagan paytimda tashlab ketishim mumkin. Lekin men sizni oldingi xotiningizga o'xshamayman. Men sizni oldingi xotiningizga o'xshamayman, tushundingizmi? Indamay ketadigan, abjag'ingizni chiqarib ketaman sizni ketsam ham. Xor bo'lasiz. Bo'pti. Bo'ldi, o'zing bosgan, bilasan-ku, oyimlar shunaqalar. Endi nima qilsinlar? Men nimadir o'tganim yo'q.